Islom aka, yoshligimizda Yozifori degan serialni ko'rganmiz. O'lib tursang edi agar yuragim, muhabbat bor derdim dunyoy dunda. O'z sevgimni men ham uchratarmidim. Yomg'ir shovillagan shunday bir kunda. O'sha yerda qahramon qiz donor yuragini olganda, uning hissiyotlarini ham ko'chirib olganini ko'rganmiz. Bu narsa ilmiy faktlar bilan aytganda qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Bunaqa aniq faktlar va isbotlar yo'q. Ba'zi nazariyalar, ya'ni teoriyalar bor. Bularning orasida hujayra xotirasi, klеточный pamять deymiz. Ba'zan resipient, ya'ni yurakni olgan odamga donor odam, ya'ni yurakni bergan odamni ba'zi odatlari yoki ovqatga yoqtiradigan vkuslari deymiz. O'tgan degan shunaqa bir сообщениялар, qisqa сообщениялар bor deymiz, lekin aniq dalillar yo'q. Ba'zan bu boshqa nazariyaga qaraganda transplantatsiya, yurak transplantatsiyasiga kirayotgan odam juda qattiq psixologik stressdan o'tadi. Bu ya'ni butunlay o'zini hayotini boshdan ko'rib chiqadi. Periformatirование deymiz, ya'ni yangichasiga yashash boshlaydi. Ba'zan shunaqa psixologik o'zgaruvlar natijasida donor odamni ba'zi tuyg'ulari deymizmi, odatlari o'tganga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin yana bir marta aytganimizdek, tuyg'ular, odatlar, bular odat miyada bo'ladi, bosh miyada va bularni bir odam ikkinchi odamga o'tganini aniq isboti yo'q.